Ian Machado Gari Islam Maxachevning Ilya Topuria bayonotiga bergan javobiga munosabat bildirdi. Demak, qo'ling bilan hammasi joyidami? Endi hech qanday bahona yo'q. Avgustda ko'rishamiz, dedi Machado Gari. Ilya Topuria Arman Sarkyan tomonidan jangdan qochayotganlik ayblovlariga izoh berdi. Shuningdek, Justin Gaethje bilan jang haqida prognoz berdi. Topuria menejeri jangning bekor qilinishi borasida Maxachev bilan tortishdi. Islam Maxachev bu bahsga sovuqqonlik bilan nuqta qo'ydi. Video davomida ushbu yangiliklar haqida batafsil gaplashamiz. Demak, biz boshladik. Ilya Topuria Arman Sarkyan tomonidan jangdan qochayotganlik ayblovlariga izoh berdi. Uning gaplari: Arman o'ziga kerak bo'lgan ishni qilyapti, gapiryapti, harakat qilyapti. O'z nomi va brendini rivojlantiryapti. Bu jang bo'ladimi, yo'qmi bilmayman. Lekin menga qo'ng'iroq qilib, keyingi jangimda Islam Maxachev bilan olishishimni aytishdi. Men bu ideal variant deb javob berdim. Keyin esa raqib Justin Gaethje bo'lishini bildim. Bu ham zo'r, hech qanday muammo yo'q. UFC'da 3-chempionlik kamarini qo'lga kiritish men uchun faqat Islam Maxachev bilan qarama-qarshilikda ma'noga ega. Chunki bizning tariximiz ancha boy. Agar jang yarim o'rta vaznda o'tsa, rozi bo'lardim. Topuria shuningdek Justin Gaethje bilan jang haqida prognozini aytdi. Justin Gaethje juda kam baholanmoqda. U kelajakda UFC shon-sharaf zaliga kiradigan va juda xavfli jangchi. Bu murakkab jang, lekin baribir har narsaning o'z darajasi bor. Uning uslubini har bir jangga qanday chiqishini hisobga olsam, ochig'ini aytganda bu jang tez tugashini ko'ryapman. Men uni zarba almashib, keyin ortga chekinadigan yoki orqaga yurib jang qiladigan jangchi deb hisoblamayman. O'ylaymanki, u birinchi raunddayoq nokaut bo'ladi, dedi ispan-gruzin jangchi bugungi bergan yangi intervyusida. Gaethje bilan jang haqida mening shaxsiy xulosam. Ilya Topuria bu gaplari bilan ochiqchasiga Justin Gaethjeni jiddiy qabul qilmayotganini ko'rinmoqda. Uni birinchi raunddayoq nokaut bo'ladi deyishi bu nafaqat prognoz, balki aniq kamsitish sifatida ham qabul qilinmoqda. Axir Justin Gaethje oddiy jangchi emas. U doimiy ravishda eng kuchlilar bilan urushgan, haqiqiy urushchi va kelajakdagi shon-sharaf zaliga nomzod hisoblanadi. Topuria esa bu tajribani deyarli inkor qilib, o'zini ancha yuqori qo'yayotgandek ko'rinmoqda. Bu oddiy jang emas, bu hurmatni tortib olish jangi. Bu oktagonda kim kimligini ko'rsatadigan gaplar emas, zarbalar hal qiladigan urush bo'lishi aniq. Ilya Topuria menejeri uning shogirdi Islam Maxachevni Oq uy yaqinidagi janjalni buzganlikda ayblaganida yolg'on gapirmaganini da'vo qilmoqda. Uning gaplari: O'sha dushanba kuni men UFC'ga qo'ng'iroq qilib, bu musobaqada Ilya Topuriadan foydalanasizmi deb so'radim. Javob yo'q edi. Chorshanba kuni ular menga qo'ng'iroq qilishdi va u jang qilishi mumkinligini va uning tanlovi borligini aytishdi. Justin Gaethje yoki Islam Maxachev. Men darhol biz Islamni xohlaymiz dedim. Ular mayli, mana bu pul jang uchun maoshingiz deb javob berishdi. Va men bilasizmi, bunday summaga bo'lmaydi dedim. Yolg'on yo'q, biz ikkala tarafni ham rad etdik. Keyin UFC shunchaki yo'q bo'lib ketdi. Ular qaytib kelib, bizning shartlarimizga rozi bo'lishganida Islamning qo'li jarohatlangan edi va u jangni qabul qila olmadi. Shuning uchun kim Islamning hisobini yuritayotgan bo'lsa, bu bema'ni gaplarni tarqatishni bas qilsin. Oq uy tadbiridan keyin biz bu jangni davom ettiramiz va u bilan bog'liq pullar va muammolarimiz bor. Men 100 million dollar so'ramaganman. Men 50 million dollar so'ramaganman. Men mutlaqo oqilona deb hisoblagan raqamlarni aytdim. Va siz Ilya Topuria Islam Maxachevdan qo'rqyapti demoqchimisiz? Biz bu jangni o'zimiz so'rayapmiz. Bundan tashqari biz yarim o'rta vazn toifasiga o'tishga, u yerda jang qilishga va 3-kamarni qo'lga kiritishga tayyormiz, deb qo'shimcha qildi Ilya Topuria. Islam Maxachev ushbu menejer va Ilyaga javobni uzoq kuttirmadi. Ilya Topuria va uning jamoasining o'ylab topilgan gaplari meni charchatdi. Menga qo'ng'iroq qilishdi va men Oq uyda jang qilishga rozi bo'ldim. Ertasi kuni esa u juda katta, real bo'lmagan gonorar so'ragani aytildi. UFC bunga rozi bo'lmadi va u jangdan chiqib ketdi. Gap shu, boshqa hech narsa yo'q. Hatto uning menejeri ham buni tasdiqladi. Ilya, bas qil gapirishni, har bir intervyuing yangi bir hikoya. Jangdan o'zing ham voz kechgansan, buni o'zing ham bilib turibsan, deb javob berdi Islam Maxachev. Video va ushbu bahsli mavzu haqidagi shaxsiy fikrlaringizni albatta kommentariyaga yozib keting. Sizlar bilan Tahlil MMA kanali edi. Ertangi videolarda ko'rishguncha barchangizga